Hey, kelin, bugun dugonalarim keladi mehmonga kelin ko'rgani. Palbatet qilib qo'ymang, siz rosa maqtaganman. Stolda qimmat-qimmat mahsulotlar bilan yasating. Ana yangi olib kelgan so'klaringizni qo'ying. Dugonalarim ichidan kiy bo'lsin deyman-da, hammasi gapirsin menikiga kelganini. Stolimni dahshatligini ko'rib qo'ysin. Bo'ldi, oyijon, hammasi zo'r bo'ladi, xavotir olmang. Taqillat qani? Shahlo, biz keldik. Bildik, kirlaring. Onglar qani? Olyapmiz. Kelin, ichki bu narsa olib keling-da. Xo'p bo'ladi, oyijon. Xush kelibsizlar. Nima bu? Oyijon, endi o'rtoqlarim zamonaviy yangicha ayollar deganingizga choy ham olib kiramanmi deb tabiiy mevalardan siqib chiqarilgan soklar olib kirdim. Hozir choy o'rniga sok ichish modniy. Shunaqami? Dugonalar olinglar sokdan. Meni kelinim shunaqada zamonaviy. Boring endi pishirgan ovqatlaringizni olib keling. Oyijon, sizlarni qomatiga qarab yuradigan ayollar deganlari uchun sizlarni dietada deb o'yladim. Yog'li, og'ir ovqatlar yemaysizlar deb o'ylab, sizlarga lёгкий va shunaqa zеленый salat qildim. To'ppa-to'g'ri aytibdilar. Yana sok quyib beraymi? Bemalol ichaveringlar, tarkibida shakar yo'q bo'lgani uchun qomatinglar umuman buzmaydi. Ha, shu, kelinim maladesda meni o'ylaydi. Har kun shunaqa salatlar yeymiz, umuman ximikatlar yemaymiz. Voy kelin, nima qilyapsiz? Hozir urib yuboraman sizni. Bu xotinlar salat nimaligini bilmaydi. Bular go'shtni yeb ketida yog'ni ichadigan xotinlar. Salat qilib keldingiz, asabimga tegib. Ana 10 ta qo'y so'yib qozonga olib qildingiz-ku, o'shandan olib keling. Oyijon, sizlarga svежий. Ana, yashang, qo'ying qani, xijolat bo'lmang, boplabsiz. Endi biz hozir yog'li ovqatlar yedik-da, bu hazm bo'lsin deb olib keldingiz, buni yashang. Bizni kelin shunday meva, zilin salatlar bilan mehmon kutadi. Yaqinda 3 mahal suv ichmasak bo'ldi. Sok deyin, oyijon, sok bu. Hozir Gapga kelib ham och ketamiz. Shunaqasi ham bo'lar ekan, men yuray. Ko'rayapsan, pastga bular.